Bu laboratoriya in vitro laboratoriyasi bo'lib, virussiz kasalliklardan xoli o'stiriladi. Masalan, mana shu o'simlikni olsak, birinchi kulturaga kiritilib, o'simlik va bu ko'rib turgan jelatinga o'xshaydigan bu oziqa muhiti, bu oziqa muhitga har xil elementlar, mikro va makro elementlar va shakar va vitaminlar qo'shiladi. Va bu o'sha vitaminlar qo'shilgan o'simlikka o'simlikning o'sut nuqtasidan olib bu oziqaga ekamiz. Va bu oziqaga ekkan o'simliklarimiz bir nechta minglab o'simliklarni, bitta o'simlikdan minglab o'simliklarni hosil qilamiz. Va bu o'simliklar, kartoshka o'simligini ko'rib turibsiz. Bu kartoshka o'simligi 20 gradusdan 25 gradusgacha haroratda 16 soat yorug'lik, 8 soat qorong'ulikda namlik baland holda ko'paytirilyapti va bu siz ko'rib turgan laboratoriyada mana minglab o'simliklar, bitta ona matkadan minglab o'simliklarni ko'paytirganmiz.